Assalomu alaykum dugonjonlar. Hozir bizlar magazinda, Korzinka magazinida yangi ochilgan, ya'ni Korzinka magazinidan ajdarho mevasi yoki drakon mevasi kimga qanaqa qulay bo'lsa o'zi nomlab olyapti. Shu mevadan ta'midan tortib ko'rishga olib keldik. Buni hamma har xilcha deyapti. Masalan, kimdir nordon deydi, kimdir yaxshi emas deydi, kimdir bir tiyinga qimmat deydi. Baribir bu dunyoga kelgan ekanmiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr, Allohning qudrati bilan shunaqa mevalardan bir ta'mini tortib ko'rsak yaxshi bo'lardi. Buni men bolalarim uchun oldim. Yemadim deb magazinga termilib, birovlar qo'liga termilib o'tib ketgandan ko'ra, bir ozgina murda bo'lsa ham yeb ko'rganlari yaxshi. Internetlarda ko'rib, kuzatib borishimga qaraganda buni bir xillar tepasidan ochyapti yoki ikkiga bo'lib archib olyapti. Men hozir buni tepasidan qilib ko'raman. Qanaqa bo'lar ekan. O'zi niyat qilgandim, oq bo'lsin deb, niyatim xolis ekan, oppoq. Oq bilan qizil ajdarho mevasini ajratib olishdi. Yana bir narsasini aytaman. YouTube tarmog'ida hozir kuzatganimda bir bola aytdi, mana bu meva nimalari, parekchalari tepaga qaratilgan bo'lsa oq chiqadi, pastga qaratilgan bo'lsa qizil chiqadi deb aytgandi. Bizga tepaga qaratilgan, ko'rib turganlaringizdek, mana alhamdulillah oq chiqdi. Va buni biz mevasini, urug'ini, mevani mana qora mayda-mayda donachak urug'larini ekib ko'rmoqchimiz. Bir xil odamlar ekib ham ko'rishgan. Baribir bu qiziq, juda ham qiziq. Hamma internetga, kommentariyaga har xilcha gaplarni gapiradi, lekin inson hayotida bir marta bo'lsa ham sinab ko'rishni tavsiya beraman. Bu Alloh ne'matini qudratiga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Buni shakli, buni chiroyi juda ham chiroyli. Sal ekranni yaqinroq qilgin. Juda ham chiroyli, juda ham. Hidi ham sal g'alatiroq, qanaydir pishmagan bananni hidi kelyapti. Shunaqa qanaydir o't hidi keladi. Bizga shunaqa bo'ldi. Buni yomonlamoqchi emasman. Prosta ko'rmoqchiman. Gugurchib olib kel. Donagini olamiz. Bo'lib ko'raman. Men buni mayda-mayda qilib bo'lmoqchiman, chunki o'sha bolalarim yeyishni boshlashmoqchi, lekin har bittasiga o'zlariga alohida bermoqchiman. O'zlari bo'lib, o'zlari bir urinib ko'rishsin. Qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan. Yo'q, to'xtab tur. Mana shunday qilib o'sha talashni boshlashdi bular. Salgina yuqoroq qilaman. Masalan, birinchi marta yeyishlari ta'mi yoqmay qolsa ham, masalan, tashlab yuborishsa bo'ladi. Mana shunday qilib buni mana bu tarafidan olib ochsa osonlikcha ochilar ekan. Juda ham oson ekan. Hozir bolalarimga beraman. Ke qizim. Mana. Sal kattaroqni. Mana. Mayli o'sha. Mana akay. Bu qizimga, bunisiga. Katta qizim bilan men qoldim. Hozir bir ta'mini tortib ko'ramiz. Qanaqa ekan? Bolajonlarimizga yoqarmikan, yoqmasmikan ko'ramiz. Qitirlar ekan, juda ham qitirlab, qanday ta'mi boshqacha ekan. Buni ta'mini hech qanday mevaga qiyoslashda iloji yo'q, imkoni yo'q. Chunki har bitta mevani o'zini Alloh qudrati bilan o'zini ta'mi bor, o'zini yeyishlik, sevib iste'mol qilish qobiliyati bor har bir insonda. Lekin juda ham zo'r ekan, juda ham mazali ekan. Buni urug'ini mana buni gugurcho'p bilan olib ekishni ham ko'rsataman. Nasib bo'lsa inshaalloh. Bugungi mevamiz mana shu, drakonli meva. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr deb qolaman.